Buni bilarmidingiz? Qorinning yuqori qismida achishuvchi ovqatdan keyin kuchayadigan bo'lsa, bu gastrit, oshqozon yarasi hisoblanadi. Tunda yoki ovqatdan oldin og'riq bo'ladigan bo'lsa, qorinning yuqori qismida bu 12 barmoqli ichak yaralari hisoblanadi. Qorinning chap yuqori qismida og'riq bo'ladigan bo'lsa, sanchiqli, bu oshqozon kasalliklari, taloqning kattalashishi, pankreatit hisoblanadi. Bundan tashqari qorinning markaziy kindik atrofida bo'ladigan bo'lsa, sanchiqcha ich ketishi yoki qorin dam bo'lishi bo'yicha ingichka ichak kasalliklari entrit hisoblanadi. Butun qorin bo'ylab og'riq bo'ladigan bo'lsa, sanchiq bu ichak tutilib qolishi, kuchli ichak spazmi holatlari olib kelishi mumkin bo'ladi. Bu kasalliklarga bee'tibor bo'lmang va gastroenterologga ko'rining. Bu esofago, gastro, duodenoskopiya orqali tekshirib